Assalomu alaykum. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mehrli kulol obunachilari, mana mehrli chiroyli ishlarimizdan biri Andijon viloyati Shahrixon shahri Mustaqillik ko'chasiga bitta tandir, ikkita o'chog'imiz qildi akalar. Mana tandirimizni biz kecha keldik, mana bugun ishimizni bitirdik. Xudo xolasa. Tandirimiz bir sutka mobaynida 60 kilo ko'mir bilan nihoyatda chiroyli bo'lib pishdi. Mana zo'ntiklargacha o'rnatib qo'ydik. Yana tandirimiz oqarish jarayoniga kelib qoldi. Xudo xolasa. Mana yonlarida mana 80 litrli qozonimiz, 60 litrli qozonimiz. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Biz har doimgidek mana shu tomonini sal yaqinroq qilardik. Endi xonadon egalarini ko'yiniga qarab sal uzoqroq qildik. Sababi tovoq, idish tovoqlar qo'ygani joy qilib bering deyishdi. Shuning uchun biroz kengroq qildik. Mana azizlar, tandirimiz ham bu galgisi avvalgilarga qaraganda bo'laycha stilda bo'ldi. Mana endi hammaga qiziq bo'lgan jarayon, mana hozir tutun totish jarayonini bir qator ko'zdan kechirib qo'yamiz azizlar. Mana o'timini yoqib qo'yganmiz, xudo xolasa azizlar. Tutun totish jarayoni. Tutun totishga o'zlaring baho beraverasizlar azizlar. Mana tutunni so'rayapti, xudo xolasa. Bu 80 litrli qozonimiz. Xo'p, mana 60 litrli qozonimizni bitta ko'rib qo'yamiz. Mana akalar, 60 litrli qozonimizdan tutunni skvoznoy shaklda so'rayapti mana sizlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari. O'ta a'lo daraja. Mana tashqarida tutunni ichkariga olib kirib ketyapti. Yana azizlar, qozonimizda suv qaynadi. Bu tutunni totish bilan birgalikda o'tin ham ekonom bo'ladi, ham suv tez qaynaydi. Boshqa qozonimiz atrofida o'ziga yarasha demoxoti bor, hamma joy bir xil qaynaydi. Mana suvimiz o'sha qaynadi akalar. Katta qozonimiz ham qaynadi. Qozonlarimiz katta. Shu sababli 200 lazbi surba qo'ydik. Tutun totish yaxshi bo'ladi. Mana azizlar. Mana shu o'rtasida zegizak qilib o'ziga yarasha baylaganmiz. Ham alangani ushlab turadi, ham tutunni zo'r totadi. Shu yerda o'ziga yarasha bosqichi bor, endi o'zini ichki nimalari, yo'nalishlari. Xo'p, mana tandirimiz nihoyatda chiroyli chiqdi, o'choqimiz. Biroz kengroq qildik, sababi atrofiga narsa qo'yib ish qiladigan jarayon bo'ldi mana sizlar. Hoji onamiz bizga ixlos qilgan ekanlar. Mana shu usta bolalar chaqiraman, Xudo xolasa uyimda mehmon qilaman, ham ishlataman degan ekanlar. Mana hoji onamiz, onaxon, xursand bo'ldingizmi? Xursandman, Allohga shukr, rahmat. Ilohim yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga maza qilib ishlating. Allohim. Siz ishlatib, duo qilsangiz, bizga ham yetib boradi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'yingiz to'ldimi qilgan ishlarimizda? To'ldi, rosa zo'r bo'ldi. Bitta duo qiling bo'lmasa mana shu joyiga. Mayli, hijolat qilmay duo qilavering, el haq ko'radi. Amin. Bola chaqalaringning orzu havaslarini ko'rib, yaxshi ishlarda yurib, bolalaringning orzu havaslarini ko'ringlar. Bundan ko'p Alloh ishlaringga baraka rivojini bersin. Allohu akbar. Ana rahmat, sog' bo'ling, ona. Ana azizlar, Hojatimni chiqardiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Azizlar, bizning YouTube kanallarimiz bor, Telegram kanallarimiz bor. Mehri kulol tandir o'choqlari desalaring chiqadi. Telegram, WhatsApp
nomerlarimizda bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Ba'zi bir joylarda antenna chiqmay qolishi mumkin. Telegram yoki WhatsAppdan yozsalar ham bo'laveradi. Kenjaboy tog'ani nevarasi Mehrikul oldi kuzatishda davom etinglar. Xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Har xil shaklda. Mana azizlar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.